Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlar. Ushbu ekraningizda ko'rib turgan inkubator 300 ta uy tovuq tuxumlari, 650 ta bedana tuxumlariga moslashgan, to'liq avtomatlashgan 2 kameradan iborat inkubator. Bu inkubatorimiz biznes inkubatori deb ataganmiz, chunki faqat biznes uchun olasiz. Bu inkubatorimiz 2 kamera. Ya'ni siz bir tomonga tovuq, bir tomonga bedana yoki bir tomonga o'rdak, bir tomonga g'oz qo'yib ham parallel ochirishingiz mumkin. Chunki ikkala inkubatorda ikkala tomoni ham alohida ishlashi mumkin. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, hozir ayni paytda inkubatorimiz 220 voltdan ishlamoqda. Va 220 volt va bu akkumulyatorga ham ishlaydi. Eng asosiysi, mana e'tibor bering. Hozir kichkina, aslida avtomobil akkumulyatorini qo'yishni maslahat beraman. Bu kichkina akkumulyatorlar sinash uchun bizda ish beradi. Mana hozir akkumulyatorga ham ishlashini ko'rsatib o'taman. Shunday bahaybat katta inkubator 300 talik. Akkumulyatorga ham ishlaydi aziz birodarlar. Mana hozir men tokdan sug'uraman. Mana hozir tokdan sug'urdim. Sezilarsiz darajada inkubatorimiz akkumulyatorga ulanib oldi. Mana shunday kichkina akkumulyatorga ham mana mana hozir 11,5-12 volt mana ten qo'shilib uzilayotganligi uchun mana bu voltmetr kurs, bu namlik mana. E'tibor bering, 220 volt ko'rsatadi, 12 volt ko'rsatadi. Polni full HD inkubator, full variantdagi inkubator. Avaskop mavjud mana. Akkumulyatorda uzib qo'yishingiz mumkin bu tomonini, ikkinchi tomonini ham ulashingiz mumkin. Mana hozir vытяжка mavjud inkubatorimizda. Mana shu har 1,5 soatda ichidagi ugarni mana shu teshik orqali chiqarib tashlab turadi avtomatik holatda. Bu tomonda ham mana hozir qo'shaman akkumulyatorga, mana qo'shdim, akkumulyatorga qo'shishim bilan mana akkumulyatorda kuchini ko'rsatib turibdi. 9 voltga tushib ketdi. Mana 220 volt ko'rsatadi va vытяжка. Paragenerator platasi bu ham. Va e'tibor bering, hozir ayni paytda inkubatorimiz akkumulyatordan ishlamoqda. Mana hozir uzaman, e'tibor bering, mana o'chdi mana. Endi esa 220 voltga hozir yana qaytib ulayman. 220 voltga uladim. Ayni paytda 220 voltga ulashingiz bilan mana e'tibor bering mana. Akkumulyatorga zaryad berishni boshladi. 14,3 volt. Ko'ryapsizmi mana? Akkumulyatorga zaryad beryapti. Buni ichidagi zaryadchik bunday kichkina akkumulyatorlar uchun moslashmagan, katta akkumulyatorlar uchun moslashganligi uchun men uzib qo'ydim. Bu ikkalasi masalan mana bir-biriga tegib ketsa ham hech nima qilmaydi mana. 220 volt ko'rsatadi, 12 volt ko'rsatadi va ushbu inkubatorimizda paragenerator mavjud. Paragenerator deganda qisqacha tushuntirib o'taman. Sizga namlik, ichidagi namlik salgina yetishmovchilik ochish paytida bu 19-20-21 kuni namlik yetmayapti deydiga. Namlik yetmayotganda siz parageneratorda qo'shishingiz mumkin. Mana e'tibor bering. Hozir namlik 38, mana bu yerda 38 ko'rsatyapti. Hozir chunki vытяжка ishladida, mana bu vытяжка namlikni chiqarib, ichidagi ugarni ham chiqarib. Endi namlik yetmayapti. Mana bosaman parageneratorni. Mana qo'shildi. Chiroqcha, yashil chiroqcha yondi va paragenerator qo'shildi. Hozir e'tibor bering, namlikni ko'tarib tashlaydi hozir. Bir pasda juda ham tez fursat ichida sovuq suvni bug'lab beradi. Sovuq suvni parga aylantirib beruvchi paragenerator qo'yib o'tilgan aziz birodarlar, e'tibor bering. Bu juda ham ochish paytida sizga qo'l keladigan paragenerator. Mana o'zi 39% ga chiqdi. Bu mana shu priborda siz faqatgina namlik uchun chiqarilgan mana 40 ga chiqdi. Ko'z oldingizda mana o'zi namlikni avtomatik ko'tarib yuboryapti mana. Ko'rdingizmi? Buni qo'shib qo'yishingiz bilan. Mana hozir ichidagi issiqlik 37,4, inkubatorimiz to'liq avtonom ham ishlaydi. Ya'ni bu inkubatorda siz bir tomonini roddom qilib, ya'ni ochirib beruvchi выводной qilib ishlatishingiz mumkin. Ikkinchi tomonini предварительный, ya'ni nima degani? Bunda siz masalan bugun 10 ta topdingiz, 10 ta qo'yasiz bir tomoniga, bir haftadan keyin yana 50 ta topdingiz, 50 ta qo'yasiz, yana bir haftadan keyin 50 ta yana va hokazo. 2 hafta, 3 haftada yoki 15 kun davomida siz 150 ta tuxumni bir tomoniga tiqib, 18 kun bo'lganda yoki 19 kun bo'lganda roddom tomonga, ochirib beruvchi tomonga inkubatoringizni tuxumlarini bu tarafga olib ochirib olaverasiz. Bu tarafga tuxum ketma-ket bo'ladi. Tovuqxonadan tuxumni olasiz, bunga qo'yasiz. Bu tayyorlab beradi 18 kun, 18 kundan keyin bundan olib, bundan ochilgan jo'jalarni bozorga, potrебительga, iste'molchiga chiqarib yuboraverasiz. Sizda inkubator to'xtamaydi. Konveyer, zavod bo'ladi aziz birodarlar, e'tibor bering.
zavod hosil qilasiz. Shuning uchun juda ham qo'l keladigan baza deb hisoblaymiz buni. Biznes inkubator 300 ta tovuq tuxumlariga mo'ljallangan. G'oz, o'rdak, bedana, indiutka, kurka va hokazo har qanday parranda tuxumlarini ochirishingiz mumkin. Ushbu inkubatorimizda hozirgi kunda Toshkent, butun respublikamiz bo'ylab mana shu o'z kichik bizneslarini, kichik ham demayman, normalniy bizneslarini ishga qo'yib yuborganlar bor. Ayniqsa mana bu Toshkent, Yangi Toshkentdan ukamiz borlar, hozir yaqin 6 oydan beri to'xtatmay ochirish, Xanxiyab parodasini ochirib, bozorga jo'jalarni chiqarib sotishmoqda. Mana hozir ko'ring, mana hozir mana nechi bo'libdi? Mana 57 bo'ldi. O'sha 57 ga chiqarib tashadi. Hozir bu o'sha keraklik ochirishi berishdagi 80% ga chiqarganda buni o'chirib qo'yasiz. Mana 57 ga chiqarib bo'ldi. Mana 58. Juda ham tez namlikni oshiradi. Sovuq suvda hech qanaqa ten yo'q ichida. E'tibor bering. Mana bu biznes inkubatorimiz hozirgi kunda jo'jalarni bozorga to'xtovsiz chiqarish uchun juda ham qulay. Masalan, sizni regioningizda, shahringizda, o'sha rayonda bozor haftada 2 marta bo'lsa, siz bemalol haftada 2 marta jo'jani bozorga chiqarib bera olasiz. Faqat tuxum bo'lsa bo'ldi. Tuxumni yetkazib bersangiz bo'ldi. Qo'ni qo'shnilardan, boshqalardan olib ham bu o'z biznesingizni boshlashingiz mumkin. Aziz birodarlar, e'tibor bering, 2 kameralik faqat biznes uchun oddiy bir uyda tovuq ko'paytirgani bu bo'lmaydi. Bundan tovuq ko'paytirgani bo'lsa 100 talik, 50 talik, mana bu yerda mana bor 100 talik inkubatorimiz 110 tagacha o'z tuxumlarni oladi ichiga. Bu ham avaskoplik, termoregulyator, moshniy 12 volt ko'rsatadi, namlik va boshqaruv qismi. Ushbu inkubatorimiz ham o'z egalariga bugun jo'natiladi inshaalloh. Mana ichki qismi, bunda tovuq, bedana, hozir men latoglarini aylantirishni ko'rsataman. Mana shu o'rtadagi knopka latogni aylantiradi. Mana hozir avtomatik tarzda latogi aylanyapti. Har 2 soatda qo'llanmasi mavjud. Mana qo'llanma beriladi albatta. Har 2 soatda o'zi aylantirib turadi mana. Bu mijozimiz ham bedana, ham tovuq latoglarini zakaz qilib, mana bedana 220 tagacha bedana tuxumlarini oladi. Mana shu yacheykasiga bu tovuq tuxumlarini terish uchun latog ham bonusga qo'shib beriladi mana. Ikkovidan bittasi qo'shiladi, ikkinchisini ham olmoqchi bo'lsangiz oplata qilib olishingiz mumkin bemalol. Avtomatik tarzda inkubatorimiz tuxumlarni har 2 soatda aylantirib turadi. Namlikni o'zi nazorat qiladi. Aziz birodarlar, e'tibor bering, bu siz uchun juda ham uyda tovuq ko'paytirgani, bu 100 talik biznes qilgani ham bo'laveradi. O'z kichik biznesingizni boshlash uchun bo'laveradi. Boshlang'ich stadiyada shu 100 talikdan ham boshlasangiz bo'laveradi. Mana hozir namlikni yana ko'ramiz. Mana o'zi 65. Hali 5 minutga borgani o'zi 65. Mana 220 voltdan 230 volt ko'rsatib turibdi. Uyingizdagi напряжениeni ham ko'rib turasiz mana. Akkumulyatorni ulasangiz 12 voltni ham ko'rsatadi. Aziz birodarlar, 2 kameralik biznes inkubator. Mana bu esa mana nimani vitishkani mana 85 minutdan keyin yana shu havoni, ichidagi ugar havoni ikkala kamerada ham bor, chiqarib tashlaydi aziz birodarlar. Xohlagan kamerangizda xohlagan parrandani tuxumini ochirishingiz mumkin. Bir vaqtda bozorga masalan ham tovuq, ham bedana yoki ham tovuq, ham o'rdak chiqarmoqchisiz. Bu tarafiga bosib yuborasiz o'rdak tuxumi, bu tarafiga tovuq yoki bedana chiqarib, bir vaqtda o'zida ham tovuq, ham bedanani bozorga chiqarishingiz mumkin. Aziz birodarlar, narxini esa Telegramdan lichkaga yozsangiz, nomer qoldiraman. Telegram orqali albatta aytib beraman. Chunki narxini aytmaganimiz sababi, hozir narxini aytib o'tsam, yana 6 oy yoki 1 yil yoki 1 oydan keyin narxlar o'zgarishi mumkin. Chunki hozir ayni paytda mana shu Xitoydan o'zimiz mana shu hamma priborlarni o'zimiz Xitoydan olib kelamiz. Aziz birodarlar, o'zimiz olib kelamiz. Bularda mana shular narxi oshsa, bizda ham narxlar oshadi. Shuning uchun bugungi gap ertaga to'g'ri kelmaydi, bugungi narx ertaga to'g'ri kelmaydi. 6 oy oldin mana shuncha edi narxi, nimaga hozir oshib ketdi degan savollar juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun Telegramdan yozasiz, o'sha vaqtda misol 1 oydan keyin ko'rishingiz mumkin bu videoni yoki ertaga ko'rishingiz mumkin yoki hozir ko'rib o'tirgan bo'lishingiz mumkin. Shu narxlarni o'sha Telegramdan lichkaga tashlab beramiz. Inkubator Orzu 300 ichki qismini ham ko'rsatib o'taman. Bunda ham tovuq tuxumlari kletkasi qo'yiladi. Bedana kletkasi komplektida bor, 2 qavatlik bo'ladi aziz birodarlar. Avtomatik tarzda o'zi aylantirib turadi. Ichini ham juda ko'p ko'rsatavermayman. Kserokopiya ko'payib ketyapti. Aziz birodarlar, marhamat,
aloqaga chiqishingiz mumkin. Signalizatsiya mavjud. E'tibor bering, signalizatsiya ishlab ketdi mana. Signalizatsiyani o'chirish uchun mana mana shunday termoregulyatorlar faqatgina orzu inkubatorlarga qo'yilmoqda hozir paytda. Juda ham issiqlikni aniqlik bilan ko'rsatuvchi termoregulyator. Aziz birodarlar, A3 nomli termoregulyator. Marhamat, aloqaga chiqing. Albatta sizni o'zingizni ehtiyojingiz bo'yicha inkubatorlar to'g'irlab beramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.